Bezbetlarcha, ammo qonuniy yo'l bilan boyib ketishni xohlaysizmi? Bu usul g'arb davlatlarida erkak bo'lsangizgina ishlaydi, ayol emas. Birinchi bo'lib avtobusga o'tiring va magazinga boring. Magazindan bo'lsa parik bilan ayollar kiyimini sotib oling. Uyga qaytib sotib olgan parik va kiyimlaringizni kiyib oling. Undan keyin bo'lsa pasport stoliga borib, pasportda yozilgan jinsingizni erkakdan ayolga o'zgartiring. Undan keyin bo'lsa ayollar uchun mo'ljallangan basseynga boring. Bu yoqdaligingizda o'zingizni tabiiy tuting. Ortiqcha harakat qilmang. U yerdagi ayollar o'zini noqulay his qila boshlashadi. Chunki siz haqiqiy ayol emassiz. Keyin bo'lsa ulardan biri yoningizga kelib, sizga basseynni tark etishingizni aytib, baqirishini kutib turing. Siz esa aslida unga ayol ekaningizni va boshqa ayollar singari basseynda bo'lishga haqqingiz borligini ayting. Keyin bo'lsa uning o'ta jahli chiqib ketadi va sizga ayol emas, erkakligingizni aytib baqiradi. Bu gapni eshitishingiz bilan telefoningizni olib advokatingizga telefon qiling va undan sizni jinsingizni tan olmayotgan ayolga qarshi sud ishi ochishini so'rang. Basseynni egasidan bo'lsa kameraga yozib olingan video dalillarni talab qiling. Sizda bor dalillar bilan sudda osonlik bilan yutasiz va 100 minglab dollarga ega bo'lasiz. Keyin bo'lsa eski hayotingizga qaytib pasportingizni oldingi holatiga o'zgartirishingiz mumkin. Yoki bo'lsa bu ishni qayta va qayta takrorlashingiz ham mumkin. Shunday qilish mumkin bo'lgan do'stingizni belgilang.